2013-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobili 1.6 motor bilan jihozlangan, juda ham zo'r holatda ekan. Mashina olib haydashingiz uchun yuklarigacha ishlayapti. 239 ming kilometr atrofida yurgan ekan. Mana shu bitta krilosida kraskasini ko'rdim. Nari kriloda mana shu pitno qilib sepilgan ikkita uchta joyda kraskasi bor ekan. Mana shu yerda kichkina pitnosi bor. Mana bu yerda tagiga sepgan. Menimcha zangli joylarga ishlov bergan bo'lsalarga ikkalenkasida mana shunday pitno. Eshigini tagida ozgina kichkina pitnosi bor, lekin mashinaning holati juda ham zo'r. Bitta dona xarajatda mana shu banfara bilan mana shu metinasini chiqartirib olsanglar bo'ldi. Bunaqa seriozniy sepilgan butun detalli kraskalarni ko'rmadim, bitta dona mana shu krilodan tashqari. Xo'p, 4-pokoleniya gaz, yurish-turishida vobshe xarajati yo'q ekan, salon holatlari zo'r ekan. Mashinani yangilash maqsadida sotayotgan ekanlar. Balonlarining holati ham vobshe tinnu, gazi bor. Shumkalari ham menimcha bor. Olib maza qilib haydashingiz uchun mashinasiga 6200 ga berib olamiz. Bosinglar.